Assalomu alaykum. Bugun oson kassadagi yangi funksiya minimальное количество для продажи, ya'ni sotuv uchun minimal miqdor bilan tanishamiz. Bu yangi qo'shilgan imkoniyatni ko'rish va sozlash uchun oson kassa admin qismiga kiring. Spravochniki bo'limidan Tovari sahifasiga o'ting. Mahsulot qatori so'ngidagi qalamcha tugmasini bosing. Ko'rib turganingizdek, mahsulot kartasi ichida yangi maydon qo'shilgan. Avval oson kassada "Не продавать поштучно" funksiyasi orqali mahsulotlarni donalab sotishga cheklov qo'yish mumkin edi. Ya'ni, bunda faqat original qadoqdagi mahsulotlar sotilishi talab qilinar edi. Masalan, Regulon yoki Yarina kabi aniq dozalari belgilangan, donalab sotilishi taqiqlangan farmatsevtika mahsulotlarining realizatsiyasini nazorat qilish mumkin edi. Biroq bu sozlama yo'q bo'lsa, farmatsevtlar mahsulotlarni istalgan miqdorda sotishlari mumkin edi. Ba'zi farmatsevtika mahsulotlarini minimal miqdordan kam sotish esa biznes jarayonlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli sotuv uchun minimal miqdor funksiyasi joriy etildi. Endi har bir mahsulot uchun minimal sotish miqdorini belgilash mumkin. Masalan, agar u 5 qilib belgilansa, faqat 5, 10, 15 kabi 5 ning ko'paytmalarida sotish mumkin bo'ladi. Lekin 3 yoki 17 kabi tasodifiy miqdorlarda sotish cheklanadi. Sotuv uchun minimal miqdor belgilash uchun kerakli mahsulotni tanlang. Qalamchani bosing. Minimal sotish miqdori maydonidagi qalamchani bosing. Minimal miqdor maydoniga kerakli miqdorni kiriting va saqlang. Masalan, 3 kiritsangiz, faqat 3, 6, 9 kabi 3 ning ko'paytmalari sotilishi mumkin bo'ladi. Cheklovni olib tashlash uchun kiritilgan qiymatni olib tashlab, pastki maydonga 0 so'zini kiritish kerak. Bir nechta mahsulotga standart miqdor o'rnatish uchun esa ularni belgilab chiqing. So'ng действие, ya'ni amallar tugmasini bosing. Oynachada sotuv uchun minimal miqdorni tanlang. Ochilgan oynada kerakli qiymatni kiritib, o'zgarishni saqlang. O'zgarishlar sotuv uchun minimal miqdor ustunida aks etadi. Bu amallarni отчёты, ya'ni hisobotlar bo'limida "Tekushye ostatki" hozirgi qoldiqlar sahifasida ham amalga oshirish mumkin. Tovari sahifasidagi kabi bu yerda ham mahsulotlarni tanlab bir vaqtda o'zgartirish mumkin. Yoki har bir mahsulot kartochkasini ochib, individual o'zgartirish ham mumkin. Bu yerda ham kiritilgan miqdorlar alohida ustunda ko'rsatiladi. Agar ustun sizda ko'rinmasa, ushbu ko'rinishda uni sozlashingiz mumkin. Endi kassa qismida bu o'zgarishlar qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Minimal miqdor belgilangan mahsulotlarni chekka qo'shishda ushbu eslatma ko'rsatiladi. Ko'paytirish va kamaytirish tugmalari bosilganda ham miqdor mos ravishda o'zgaradi. Agar minimal miqdordan boshqa tasodifiy miqdor kiritib sotishga harakat qilsangiz, ushbu ogohlantirish ko'rsatiladi. Belgilangan miqdorlarni kiritib sotishda esa muammo bo'lmaydi. Bu videoda sotuv uchun minimal miqdor haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.